Boshida aytaman, bizda chala shashlik hamda arzon shashlik bo'lmaydi. Ko'pchilik shashliklaringizni ko'rsating, qanaqa shashlik bor deyishadi. Bizda unaqa asarti emas. 7-8 xil, men bozor bo'lib qilib, xalq bo'lib qilib qo'yganmiz. Bizda qiymalarimiz bor, 140 grammdan, sochishning moshni degan joydan narxi 20 ming so'm. Mol go'shti jazlarimizda dumbaga, bu ham gramovkalar zo'r, yumshoqqina qilganmiz. Narxi 25 ming so'm. Chalasi bo'lmaydi bu. Qo'y go'shti jazlarimizda narxi 25 ming so'm. Bu ham ochamiz sirazi. Hop, bismillah. Yog'siz jazlarimiz bor, xuddi o'sha jaznikidan. Bu ham narxi 25 ming so'm. Bu ham yumshoq bo'ladi, lekin bunchalik yumshoq bo'lmaydi. Endi tabi noziklar uchun bu ham. Jigar tashligimiz bor, narxi 18 ming so'm, dumbaga bo'ladi jigarlar. Xuddi o'zinglar-ku. Dumba yeyman deydiganlar uchun dumbamiz ham bor, narxi 18 ming so'm. Dumbani o'zi qizilchalarni sepib, chokka qilib beramiz. Tovuq byodramiz bor, narxi 18 ming, yarimi byodra, qolgani file yarimi. Qanotni o'zi bor, mana bu yoqda 20 ming so'mdan 4 ta qanot bo'ladi. Ya'ni 2 ta katta qanot bo'ladi. Kesib-kesib pishirib beramiz. Buni ham qizil sochni qilib beramiz. Faqat bitta iltimos qilgan bo'lardik. Agar yangi yo'l bo'ylab, bozor bo'ylab dastavka qildirayotgan paytinglar, bizda chala shashlik absolyutni bo'lmaydi. Siz zakaz qilganingizdan so'ng zakazni olib, mana shu yerdan sveji shashlikni olib pishirib beramiz. Bitta bu videoga like bosib, tanish-bilishlarga jo'natib qo'yinglar. Aytgancha, shashlikning eng zo'r joyi kafening o'ziga tashrif buyurib, issig'ligida yeyishga hech narsa yetmaydi. Joyinglar sog' bo'lsin. Sardor kafesida hammalarni 7 dan 22:00 gacha kutib qolamiz. Joyinglar sog' bo'lsin.